Qizlar, sizlar uchun ajoyib yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi 87-son farmoniga asosan bakalavr bosqichida kunduzgi bo'limda o'qiyotgan, shuningdek, kollej yoki texnikum kontrakt to'lovlari uchun foizsiz ta'lim krediti beriladi. Buning uchun siz yaqin atrofdagi tijorat bankiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ta'lim kreditini olish uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi: pasport yoki ID karta, o'qish kontrakti, to'lov shartnomasi, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganlik to'g'risidagi ma'lumot, bank yoki kafillik hujjatlari agar bank talab qilsa, daromad hujjatlari. Ta'lim kreditini to'lash talabi o'qishni bitirgach 7 oydan keyin boshlab 7 yilgacha qaytarishi kerak bo'ladi. Davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura bosqichida o'qiyotgan talaba qizlarning kontrakt to'lovlari davlat tomonidan qaytarish shartisiz qoplab beriladi.